Va ko'pchilik insonlar aytadiki, "Men stresssiz yashashim kerak." Voy, bilasizmi? Gansile degan olim borda, bo'lgan va bu olim tibbiyot, psixologiya faniga stress degan atamani kirgizgan. Va bu odam aytibdi, stress bu hayot. Stressni yo'qligi bu hayot to'xtaganini bildiradi. Ya'ni har bitta harakatimiz, har bitta to'qnashuvlarimiz bu stress. Va ko'pchilik insonlar aytadiki, "Men stresssiz yashashim kerak." Yo'q, stresssiz hayot yo'q. Mana siz bilan gaplashyapman, endi tanishdim, bu ham meni organizmim uchun, meni ruhiyatim uchun stress bo'lishi mumkin va bu absolyutno normalni. Va buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Agar biz shu narsani o'zimizga normal holat deb qabul qila olsak. To'ppa-to'g'ri. Shunchaki biz stressni to'g'ri, ekologik yashab o'tishni o'rganishimiz kerak. Misol uchun, yangi kelinchak deymizmi, hozir juda ham zamonaviy oilalar ko'pda. Endi agar eski muammoni ko'taradigan bo'lsa, yangi kelinchak ota-onasi bilan yashaydi. Lekin aytishligi mumkin, biz qayni-qaynota bilan yashamaymiz, biz alohida yashaymiz. Lekin bu ham stress hisoblanadi. Yangi inson, siz bu insonni 1 oy oldin, 2 oy oldin endi tanidingiz, endi turmush quryapsiz, endi bitta yostiqqa bosh qo'yyapsiz, endi nozik masalalarni ko'taryapsiz. Siz bu haqida na tajribangiz bor, na bilimingiz bor. Siz bu narsani umuman bilmaysiz. Qanday qilib hech narsa bo'lmaganda yangi inson bilan zo'r yashab ketishingiz mumkin. Siz bir-biringizni o'rganishni boshlaysiz. To'g'rimi? Va bu ham mana shu moslashish, adaptatsiya etapi ham organizm uchun stress hisoblanadi. Va eng muhimi mana shu stress vaqtida juftliklar bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-birini o'rganib, bir-biri haqida o'zaro yangi xulosalar chiqazib, o'rganish bu juda muhim hisoblanadi.